Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sog'liklar yaxshimi? Omonsa yuribmisizlar, sog' salomatmisizlar? Bizlar xudo xolasa yana Xanqa Pobedadagi ishimizni, obyektimizni bitirdik. Qozon o'chak mangalimizni. Sizlarga hozir obyektni birinchidan ko'rsatib o'tamiz, tanishtirib. Kim agar shuni letniy kuxnya qurdirajak bo'lsa, shu bizlarga murojaat qilaverasizlar. Ekranda nomerlarni yozib qo'yamiz. Ustam Sharipov deb saqlanib etib qo'yib, WhatsAppdanmi, Telegramdanmi, musofirda bo'lsangiz aloqaga chiqsangiz, xohlasangiz chornovoy variantini maketini yasab beramiz, xohlasangiz oblisovkadan chiroylatib yasab beramiz. Instagram profilimizga kirib ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga bu obyektimizni tanishtirib o'tamiz. Xo'sh aziz obunachilar, xudo xolasa yana yurtdoshlarimiz deyin. Bu obyektimizni ham bitirdik yana. Sizlarga birinchidan bir tushuntirib o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganlaringiz deyin, bu yerimiz yana рабочий stoli, 10 kiloluk qozonimiz, 1 metr mangalimiz, tiyinda o'din qo'yadigan yer ham shu 1 metr. Tak, bu yerimizda 15 kiloluk qozonimiz, рабочий stol yanında. 100% dimoxoti karushdan chiqadi, azbiz turba tunika qo'yilmaydi bizning ishimizda. Ko'rishlaringiz mumkin. Ustidan endi buni bir kazirokini yeyizib beradilar, tunikadan o'ttirib, buyerlarni granitdanmi, kafeldanmi, xulos apishib ketadi ekanlar. Bu ishimizni ham bitirdik. Inshaalloh ertaga xudo xolasa, nasib etsa 4 yo'ldagi ishimizga boramiz. Bu yerda ham ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Bizdan uzoqlashmang. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib, Instagram profilimizga like'larni bosishdan chiqmasin. Kommentariya kutib qolamiz. Kimning fikri bo'lsa, yozaverasizlar do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kim agar shuning usta qidirib bilgan bo'lsa, shu do'stingizga, qarindosh o'g'allaringizga shu videoni tashlab qo'yasizlar do'stlar. Ekranda nomerlar yozilib turibdi, murojaat qilaverasizlar.